I can book a hotel room. Men mehmonxonadan xona buyurtma qila olaman. Ve ko'rib turganingizdek, mana shu to'rtta yangi so'zga e'tibor qaratamiz. Rasmlarda berilgan. Demak, birinchi rasmda biz mini bar ko'ryapmiz, ya'ni kichkina bar. Bu xonalarda ko'pincha allaqachon ta'minlangan bo'ladi. Keyingisi internet access, ya'ni internetdan foydalana olish huquqi. Misol uchun, siz tanlagan mehmonxonada Wi-Fi bormi? Satellite TV bu antena. Air conditioning bu konditsioner. Va bundan tashqari agar foydalanmoqchi bo'lsangiz, gym o'z-o'zidan bu sport zal degan ma'noda bo'ladi. Endi glossarydan asosiy so'zlarni ko'rib chiqamiz, keyin bemalol describing a hotel mavzusidagi matnni tarjima qilsangiz bo'ladi. Stay in a hotel, mehmonxonada qolmoq, qisqa vaqt davomida yashash. Facilities, qulayliklar, misol uchun internet, gym. Air conditioning, havoni muzlatadigan konditsioner. A central heating bo'lsa, bu isitgich hisoblanadi. Room service, mehmonxona xizmati. Ya'ni sizga ofitsiant o'zi xizmat ko'rsatadi xonangizga olib kirib. Staff, bu shtat degani. Qaysidir kompaniya uchun ishlaydigan odamlar guruhi. Helpful, yordam berishni juda ham istaydigan degani. Yordamga tayyor degan ma'noda keladi. Tourist, bu o'z-o'zidan turist, chet ellik, mehmon. Guest, mehmon, mehmonxonada uyingizda qoladigan inson. Delicious, juda ham mazali. Recommend, biron narsani yaxshiligini aytib tavsiya qilish va uni maqtash hisoblanadi. Booking a room, xona band qilish. Mehmonxonadagi xonalar ko'pincha double room, ikkita kravatli, single room, bitta kravatli, twin room, ikkita alohida kravatli xonalarga va shower, dushli xonalarga bo'linadi. Qulayliklariga qarab double room, single room yoki twin roomni tanlaysiz. Men buyurtma qilmoqchiman demoqchi bo'lsangiz, I'd like to book. Men buyurtma qilmoqchiman. Misol uchun, I'd like to book a double room. I'd like to book a single room. I'd like to book a twin room with a bathroom yoki with a shower desiz. Qanaqa xonani buyurtma qilayotganingizni oldindan bemalol ko'rsatgan bo'lasiz. Glossaryga e'tibor qaratamiz. Book a room, xonani buyurtma qilish. Ensuite xona degani yotoqxonasi plus vannaxonasi ham ichida bo'ladi. Right degani okay, juda ham yaxshi degan ma'noda keladi. 60 euro a night. Bir kechaga 60 euro degani ko'pincha breakfast nonushtalar included, ichiga olingan bo'ladi. That's great. Bu juda ham ajoyib degani. Very good deyishni o'rniga that's great yoki that's fine desiz bo'ladi. Parking, bu parkovka, mashina to'xtatish joyi. I'm afraid not. Qo'rqamanki yo'q degan ma'noda keladi. Never mind. It isn't important. Bu unchalik muhim emas, arzimagan narsa degan ma'noda keladi. Details degani ma'lumotlar hisoblanadi. Mayda juda ma'lumotlar detallari hisoblanadi. Spotlightga e'tibor qaratamiz. Yana muhim so'zlashda ishlash mumkin bo'lgan iborani ko'rib ketamiz. You say this when someone tells you something which is a little sad or you don't want to hear. Bironta inson sizni xafa qiladigan yo siz eshitishni istamaydigan narsani aytsa, buni ishlatasiz. Oh, what a shame yoki that's a shame. Bu uyat-ku degan ma'noda keladi. Assiz, uyat. Ko'pincha shame uyat degan ma'noda keladi.